tayyor biznesga qiziqadigan biznesmen akalarimiz uchun ajoyib taklifimiz bor. Ushbu joyimiz 50 kvadratdan iborat, aynan foydalanish huquqi emas, egalik huquqi bilan sotiladi. 50 kvadratdan iborat ushbu joyimiz fast food uchun mo'ljallangan, alohida kuxnisi va alohida mini zali ham mavjud. Lokatsiyaga keladigan bo'lsak, lokatsiyasi ham juda zo'r. Giyol ko'chada joylashgan, Lada servisiga yetmasdan turib, o'ng qo'lda chorrahani yonginasida. Ushbu joyimiz kvadraturaga o'lchaydigan bo'lsak, 7 million 200 ming so'mdan chiqadi. Ushbu joyimiz juda ham yaxshi, garachi, mashina qatnovlarini ko'rib turibsizlar, juda ham idealni zo'r. 3 fazali toklarni ham tortib qo'ygan ekanlar. Ertaga uje kunlar isib qoldi, morojniy sezon. Mana bu joylarda bemalol steyashkalar qilingan, stol-stullar qo'yib, bemalol savdo qilib, soqqan-soqqa yursanglar bo'ladi. Narxiga keladigan bo'lsak, eng arzoni Qarshi kanalda 27.900 dollarga baholab gaplashib qo'ydik. Like bosib, biznes qilaman degan do'stinglar tez jo'natib qo'yasizlar.